Borishimizda mana shunday go'zal manzaralar borligini bilarmidingiz azizlarim? Mana bu tekis yo'llar, Wi-Fi, umuman olganda siz hordiq chiqarishingiz uchun har qanday sharoitlar yaratib berilgan. Oyog'imiz ostidagi mana bu go'zal yo'lakchalar bizni eniga 24 metr va bo'yiga 30 metr bo'lgan savr daraxtining yoniga olib chiqadi azizlarim. Forish tumanining Mojrum qishlog'ida joylashgan aynan mana shu 1000 yillik archa Janubiy Pomir Oloy hamda Shimoliy Xitoy, Koreyada keng tarqalgan. O'zbekistonda tabiiy holatda faqat Surxondaryo viloyatining To'polon daryosi havzasida qoyali tog' yonbag'irlarida uchraydi. Juda ham ko'pchilik aholining aytishicha, o'sha zamonlarda Iskandar Zulqarnaynning askarlari kelib, aynan mana shu 1000 yillik archani ekib ketishgan ekan. Azizlarim, butun o'zbekistonliklar, forishliklar, kelinglar, mana shu merosimizni, madaniy merosimizni saqlab qolgan holda va ichki turizmni rivojlantirishga o'z hissamizni qo'shaylik. Hurmatli tadbirkorlar, sizlarni mana bu yerga taklif qilib qolamiz.